Assalomu alaykum, Skitka Xorazm YouTube kanali obunachilari. Hamma biladigan Sumitendagi Impuls do'konidan sizlarga zo'r skitka qo'yib beramiz. Bizdan uzoqlashmaydirasizlar, narx-navolar bilan chandada tanishtirib o'tamiz. Sizlar aytib o'tganimdek, Impuls do'konida iPhone 13lara zo'r skitka qo'yib berazaklar. Temur, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Narx-navolar bilan tanishtirib o'tasiz xalqni. Narx-navolarimiz skitkada deb to'g'ri pryamoy aytib o'tib bilamiz, bemalol 6 million 300 ming so'm edi. 400 ming so'm skitkalar atamiz. 5 million 900 ming so'm. 5 million 900 ning ichida telefonning shishasi ham podarka, chexol ham podarka, 1 yil garantiyasi ham yozib beramiz. Eng asosiy ключевой yeri. Telefonni endi katta ko'pchilik biladi, bular bir imeykasi o'tgan bo'ladi, esim o'tmagan bo'ladi deb o'ylaydi. Esim ham o'tib turibdi, sim kartasi ham registratsiya o'tib turibdi. Bemalol to'g'ri bir vaqtning o'zida 2 nomerni orqaga ishlatib biladilar. O'zi ko'chada yurib turgan ham 6 million 300, 6 million 400 bo'lishi kerak. 6,5 million achaba. Endi sababi bilasiz, Dubayda sal bombardimon bo'lib turibdi. Logistika taraflama qiyinchiliklar bor. Tovar kirib kelishi qiyin. Lekin shunda ham kolleksiyasi lekin ko'p emas. 5 million 900 ming so'mdan bir 30-35 tane bor bu telefondan. Ulgurib qolsalar kerak bo'ladi. Sizning kanalingizdan keladilar. Shu kanaldan gördüm, shu baqadan berdesalar bo'ldi. Taqlab beramiz, shisha chexol, hamma narsasi nancha o'zida bo'ladi. Boshqa do'konlarda yo'q bo'lgan narx 5 million 900 ming so'm. Qo'shimcha bonuslar ham bor eshitganlaringizdek. Impuls do'konining boshqa filiallari ham bor, Temur. Albatta bor. Nerlarda ular? Asosiy filialimiz Sumda, o'zingiz boshida aytib berganingiz asosiy filialimiz Sumda. Undan tashqari Savatli obunachilarimiz uchun Savatda, Buyum bozorning to'g'risida bor. Xazarisda obunachilarimiz bo'lsa, endi eng uzoq tumanimiz Xazarisda ham Urganch Stenkan yonida bor. Undan tashqari Xankada 3 paxta kurugning dik to'g'risida shu telefonlarimiz aynan shu bahodan qo'yilgan u do'konlarda. Hammarimizda bir xil. Hamma do'konlar shu narxda savdo qilsangizlar bo'ladi, obunachilar. Agar mabodo naqd pulim yo'q, hozircha topolmayman desalar, lekin aksiya uspet etkazakman desalar, pasport bilan gelsin. Birgina pasport, yeshinchik plastik karta so'ralmaydi, ish joyi, yeshinchik oylik spravka so'ralmaydi. Bir pasport bilan keladi, yoshi 20 dan o'tgan bo'ldi. Muddatli to'lov chiqarib beradi. Bir so'msiz gelsam, shu pasport bilan bitib berasiz ishini. Albatta, любой filialda. Inaslarga qulaylik, bemalol kelaverasizlar. Temur aka, bilasiz, bizning obunachilar skitkani, bonuslarni yaxshi ko'radi, auditoriya yengil olgan. Bulardan tashqari yana ham qo'shimcha zo'r bir bonus skitka qilib berishimiz kerak. Yana ham nima qo'shib berib bilasiz? Qo'shamiz asaga. Hech yerda bo'lmaydi, nerealniy bonuslarni qo'shib berishingiz kerak. Ham arzon ham bonus. Bo'ldi. Ham arzon ham bonus. Bu so'zlarimiz obunachilarga bo'lsin. Shu telefonning yonida, lekin aga chislasini chegarlaymiz. 20sinacha, misol hozir video 13dan chiqadigan bo'lsa, 20sinacha shu telefon oladigan bo'lsalar, yonida yana bir knopka telefon bonusini qo'shib beramiz. Bir telefondan yana ham bir telefon bonus ustida. Bu muta tushadi. Uyda bolalaringizga, opa-akalaringizga berib qo'ysangizlar, bemalol lazzat ishlatadilar. Albatta. Buni o'zi narxi yechirdi yo'q, nerealniy 5 million 900 bo'lgan narxda, plus yana ham knopочный telefon. Bunday bonuslar skitkalar faqat Skitka Xorazmda Impuls magazinida bo'ladi, obunachilar. Bemalol kelib qolasizlar, ulgurib bir hafta bo'ladi bu. Obunachilarimiz uchun skitkalarimiz faqat iPhone emas, Samsunglar ham. Samsungda eng xodovoy sotilib turgani toza chiqqan A17 telefoni. Bahasi 2 million 300 ming so'mgacha chiqadi. Faqat shu o'zlarimizda obunachilar uchun, nima desam bo'ladi, radnoylar uchun 2 million 100 ming so'mdan. Narxi 2 million 100. Narxi 2 million 100, lekin buna muddat chegaralangan, lekin soni chegaralanmagan. Sonim ko'p. Soni ko'p. Muddati qachongacha qo'yib bersak? Muddati 25-nacha. 25-aprelgacha. 25-aprelgacha kanalingizdan ko'rib keldimda, обязательно aytishlari kerak. Обязательно parol bor. Tashaganman. Shu kanaldan ko'rdim, Skitka Xorazmda narsa bo'ldi. Telefonni eng arzon 2 million 100 dan berdim. Boshqa 200 ming so'm ustida arzon. Undan tashqari 150 ming so'mlik zaryadchik bonus berdim. Shisha chexoli uni ham qo'shib berdim. Hamma o'zida bo'ladi. 2 million 100 ning ichida. 2 million 100 ning ichida. Garantiyasini ham yozib beramiz, sim kartalarini qo'yib ishlatib beramiz. Agar menga naqd pulim hozir yo'q desa, lekin arzon vaqtdan olacakman desa bo'ldi. Pasport bilan plastik kartasi bitta muddatli to'lov. Pulsiz kelsa, buni ham bitirib beraverasiz. Albatta, 100% bonuslari, zaryadchi. Albatta. Hamma do'konimizda bir xil ishonch so'yalarimiz bor, kolleksiyamiz bor. Endi klient kelgandan keyin tamom bo'lib qoldi, narsa bizlarda yo'q.
Üstünde yine kalistonuz var, yine videoda yine aytib turibman. Bemalol gelip arkaya xarid etaversizlar. Zo'r. Eng garantiyalı tovar bozordagi. Inplus do'konda bu. Albatta, o'zlarimizda faqat. Keyin yana boshqa kichik variantlar bor. Zo'r bir skidkalar qo'yib beriladi. Ham yangilik telefonlaringizdan, Yangilik telefonlarimizda Honor'larimiz var. Honor'ning X9 modellari bor. Buning dağı sinmaydigan telefon desa katta ko'pchilik biladi. X9'larimiz var. Onu X8 degan. Bu byudjetli varianti. Buni bahası 4.200.000 so'm. Ekranında bemalol g'o'z chaqsam bo'ladi, shashlik kessam bo'ladi, piyoz doğrasam bo'laveradi. G'o'z chaqmaga cho'kish topilmaydigan vaqtda uyda telefonda chaqib beraverasizlar. Funksiyalari ko'p bu telefonlar. Telefonli funksiyasidan tashqari. Yo'q. Bunda Honor X8'lerimiz var. Bahası 3 milyon etrafında çıkardı. Faturasına qarab 128 esa 128, 256 esa 256. Bunun yanındağı asobi podarkaları var. Hem Honor kompaniyanın özündən, hem Inplus taraflama. Lekin ikki podarkani ham olish uchun gelib turib aytishlari kerak. Через skidka Xorazm gelib turib. Skidka Xorazmdan parovni обязательно ishlatish Parovni kerak. ham qo'yish kerak. Hem bizlarning profillarga obuna bo'lishlaringiz kerak. Inplus hamda Skidka Xorazm profiliga obuna bo'lishlaringiz kerak. Обязательно obunachilar. Bunda yana bir telefonumuz Honor'dan eng ko'p sotilib turgan telefonumuz, eng xalqimizga manzur bo'lib turgan telefon 2.100.000 so'm. Bozordagi bahası 2.250, hamma sotib turgani bizda 150.000 so'm arzon. 150.000 so'm arzon, 2 xil podarkasi yanında üstünde beriladi. Naqdasam bonus podarkasi bor, muddatli to'lab olsam üstünde beriladi, muammosi yo'q. Buning bonuslari bor hamda 150.000 so'm boshqa magazinlardan arzon bemalol narxlarni solishtirib Inplus do'koniga kelib savdo qilaverasizlar. Bu yig'ilishda chiqadilar bizning bonuslarimiz. Zo'r. Notebook xarid qilish istagida yurgan obunachilarimiz bo'lsa, Inplus do'konida notebooklarni zo'r bonuslar, qo'shimcha bir skidka narsalar bilan xarid qilsangizlar bo'ladi. Boshqa do'konlardan plus afzal taraflari ko'p notebook ajak bo'lib yurganlar uchun. Temur aka, o'zingiz bir tushuntirib o'tsangiz. Yine oddiy bir misol bilan boshlab beramiz. Hamma biladigan brend, yeshinishga odi chiqqan brend emas, HP brendini bosishdi. Hamma biladi. 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma biladigan brend. Ota-bobolarimizdan bilgan. Xo'p, HP ni eng yaxshilaridan birisi 8.512 ligi, pamyat 256 emas, 512. Bahosaga boshqa yerlarda 6.600.000 so'm, bizda 6 million so'mdan turibdi. Ustida 600.000 so'm bahası skidkada. Plus bunun yanında qo'shimchasidan somkasi, mishkani kovriki, plus 1 yil davomida besplatni programma ustanovka hamma narsasini ishlatib beramiz. O'zingizga kelib Windows urdirib, boshqa qilib ketaveradilar. O'zlari mabodo dizayner bo'ladigan bo'lsa, 5 yildan keyin misol toza dizaynerlik programma chiqishi mumkin. Mabodo bu notebookni o'rnina boshqa notebook olaman desa, biz sizlardan notebook olganman desa, uni ham skidga etib beramiz. Lekin menga hozirgi vaqt o'zida toza programmam chiqib qoldi, ana shuni o'zgartirib berjakman desa, bemalol bizlarga keladilar. Bizda mutaxassislari bor. Mutaxassislari programma o'zidan obnoleniyat etib beradi. İki xil xizmatimiz ham o'zimizda bor. Programma xizmatlaringiz ham pulli beradi. Albatta. Besplatni bo'ladi bizning klientlarimiz uchun. Notebookdan o'zi eng arzon bahada xarid etadilar. Faqat HP emas, xohlagan Acer bo'lami, Lenovo bo'lami, Asus olaman deymi, hammasi bor. Zakaz bo'yicha ham oldirib berib bilamiz. 20-25 millionlik notebooklarni bemalol oldirib beramiz. Kelsinlar, eng zo'r baholarimizni ko'rsinlar, baholar o'zida yozilib turibdi. O'zlari eng yaxshi bahomizga amin bo'ladilar, keyin orqaga xarid etadilar. Aytganimdek, lekin bulardan faqat naqd pul emas, muddatli to'lab olsalar bo'laveradi. Ana. O'zlarini o'ngayna qarab. Qo'shimcha bonus podarkalar ham bor. 1 yilgacha Windows xizmatlari, shunday servis xizmatlari ham bor. Bemalol xarid qilsangizlar bo'ladi. Albatta narxlarni boshqa yerlar bilan solishtirib kelgan holda polni arzon 100% garantiya. Albatta. Inplus do'konining manziliga keladigan bo'lsak, hamma biladigan suvimizdan, ya'ni pastda birinchi etajida Inplus magazini bemalol adashmay kelaverasizlar. Oldimizda Hamkorbank, bu yonimizda Xalq banki. Aytib o'tganimizdek Shovot, Xanqa, Qazarasdagi filiallarimiz azanki 9 dan 7 gacha ishlaydi. Urganchdagi filialimiz esa kechki 11 gacha ishlaydi. Bemalol kelib savdo qilaverasizlar.